ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, Sa'd degan zotda onalari vafot qilgan ekan. Onalari vafot qilganda u kishim yo'q bo'lgan ekanlar. Shunda aytdilar: "Ey Rasululloh, meni onam vafot qilganlar. Men u paytda u kishim onlarida yo'q edim. Endi nima qilsam bo'ladi shu onamga yaxshilik qilish uchun? Men sadaqa qilmoqchiman. Sadaqa qilsam onamga yaxshilik qilgan bo'lamanmi?" deganlarida Rasululloh ha dedilar. Shunda aytdilarki: "Ey Rasululloh, guvoh bo'ling, meni bog'im bor-ku" dedilar. Shu bog'imni Allohning yo'lida sadaqa qilib yubordim onamning nomidan degan ekanlar. Bu hadis dalil bo'ladi. Ba'zi bir o'liklarga na Qur'ondan, na ihsondan, na duodan manfaat yo'q deydigan qo'shtirnoq ichidagi dumbil qo'zilarga shu dalil bo'ladi shu. Shunaqangilar paydo bo'lib qoldi-da. Ha desa Qur'on deymiz, savobi bormasmish. O'lgandan keyin masalan ha desa to'rtta to'shay olib borib berdim, qatga, ha masalan bitta kambag'alga yo masjidga. Nimaga desa dadam vafot qiluvdilar, shu savobidan umid desa, sen jinnimisan? Nimasi buni foydasi bo'ladi? Dirmish. Shunaqalar chiqib qopti. Menimcha shu yoshligida satriseni bo'lgan shu bolalar. Ha Rasululloh alayhissalomni oldilarida kelib so'rayapti: "Inna ummi, mani onam deyaptilar, vafot qiluvdi va ana g'oybun anha, men u paytda yo'q edim. Endi xo'p, vafot qilganlaridan keyin men manfaatli bir ish qilmoqchiman. Sadaqani tanladim. Sadaqa qilsam bo'ladimi?" dedi. Ha Rasululloh ha deb turibdilar. Rasululloh aytibdilar, "Bo'ladi." Shunda aytdiki, "Siz guvoh bo'ling Rasululloh, men bog'imni u paytda bog' eng hozirgi katta zavodi bor boylar bor-ku, o'sha paytda bog' shunaqangi maqomga ega bo'lgan. Kimi xurmo bog'i bo'lsa, millioner bo'lgan, millioner hisoblangan. Bo'ldi, berib yubordim shuni. Bu degani shu bog'dan chiqqan hamma narsa qiynalganlarga sadaqa degani. Hozir bitta zavodi bor odam bo'ldi, shu zavod shunda ishlayveradi-yu, lekin bundan chiqayotgan hamma pribel o'tgan dadam, onamning yo'llarida sadaqatga ketaveradi degandek-da. Bu katta narsa bu. To'g'rimi? Bitta zavoddan bilasizmi, 50-100 ming, 1 millionlab dollarlar pul topish mumkin. Misolda endi. Shuni qilib yuborgan ekanda, agar o'sha joyda sadaqani foydasi bo'lsa Rasululloh yo'q qilmadirmidilar?